18-yanvar kuni Milliy sertifikatda tushgan savol. Chetki vaziyatdan tebranishni boshlagan magnitning tebranish amplitudasi 12 santimetrga teng. Magnitning ilk 0,5 sekundda amplitudaning yarmini bosib o'tdi. U keyingi 4,5 sekundda qancha masofa bosadi deb so'ralyapti. Demak, bu masalani ishlash uchun uning o'sha magnitlikning harakat tenglamasini tuzamiz. Demak, magnitlik chetki nuqtadan harakatni boshlaganligi uchun uning harakat tenglamasi kosinus funksiyasiga bo'ysunadi. Demak, mana shu funksiyadan foydalansam, ilk yarim sekundda amplitudaning yarmini bosib o'tgan. Demak, uni bosib o'tgan masofasi 6 santimetr. Amplitudasi esa 12. Kosinus omega t1 deylik. Bu yerdan kosinus omega t1 ni o'zini topsam, bu 1/2 ga teng chiqadi. Demak, omega t1 qancha? Pi taqsim 3 ga teng. Demak, shu yerda omega deganimiz 2pi taqsim katta t, ya'ni davrga teng bo'lsa, bizga mana shu ifodani t1 ga ko'paytirsak, pi taqsim 3 ga teng ekan. Bu yerdan pilar qisqaradi. 2 taqsim t ko'paytirilgan mana t1 vaqtni 0,5 sekund deb berilgan. Teng 1 taqsim 3 ga. Ulardan ikkilar qisqarib ketsa, tebranish davri 3 sekundga tengligini topamiz. Endi nima qilamiz? U keyingi 4 sekundda qancha masofa bosib o'tishini topishimiz kerak, ya'ni n. Demak, men buni topishim uchun u necha marta aylanganligini topishim kerak. Necha marta tebranganini. Necha marta tebranganini topish uchun umumiy sarflangan vaqtni tebranish davriga bo'laman. Sarflangan vaqt 4,5 sekund. Tebranish davri esa biz mana bu yerda topdik 3 sekund. Ikkalasini nisbati bu 1,5 ga teng. Demak, magnitlik 1,5 marta tebranibdi. Uning yurgan yo'lini topish uchun, demak, 1 marta tebranganda 4 ta x maksimalni bosib o'tadi. Agar n marta tebransa, shuni n ga ko'paytirish orqali topamiz. Shuni hisoblab qo'yamiz. 4 ko'paytirilgan x maksimalimiz 12 santimetr. n bu tebranishlar soni yuqorida topdik, 1,5 ga teng. Hisoblab qo'ysak, bu 72 santimetrga teng chiqadi. Demak, shunaqa javob bizda bu javobda berilgan.